Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kunning eng muhim yangiliklari bilan Kun xabar kanali o'z faoliyatini boshladi. Bugungi dasturimiz davomida 14 yoshli qizning o'limiga sababchi bo'lgan bokschiga sud hukmi o'qildi. Maosh $1720. Samsung o'zbekistonliklarni ishga taklif qilmoqda. Batafsil videoda. Videoni oxirigacha tomosha qiling va eng qizig'i doim video so'ngida bo'ladi. 14 yoshli qizning o'limiga sababchi bo'lgan bokschiga sud hukmi o'qildi. Asli chechen bo'lgan 25 yoshli rossiyalik bokschi Sharobiddin O'rozboyev 14 yoshli qiz halok bo'lgan yo'l transport hodisasi uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda RIA xabar berdi. Manbaga ko'ra, sud bokschiga marhumning ota-onasiga 6 million rubl to'lash majburiyatini yuklagan. 2024-yil 3-oktyabr kuni O'rozboyev tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida bir qizni mashinada urib yuborgan. O'rozboyev jabrlanuvchini qutqarishga urinmagan. Oqibatda 14 yoshli qiz voqea joyida vafot etgan. Shuningdek, O'rozboyev avval ham mastlik holati bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tish talabini bajarmagani uchun haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilingani ko'rsatilgan. Maosh $1720. Samsung o'zbekistonliklarni ishga taklif qilmoqda. O'zbekistonliklar Koreyaning mashhur zavodiga yuqori maosh evaziga ishga taklif qilinmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Unda aytilishicha, qonunchilikka muvofiq tegishli litsenziya asosida faoliyat yuritayotgan Workmal xususiy bandlik agentligi mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan ish o'rinlari uchun tanlov e'lon qildi. Koreyaning eng yirik og'ir sanoat kompaniyasi Samsung kemasozlik zavodi elektriklarni ishga taklif qilmoqda. Ish o'rinlari 139 ta, eng kam ish haqi $1720. Nomzodlarga qanday talablar bor? Quyidagi yo'nalishlardan birida bakalavr yoki undan yuqori darajadagi diplom, elektr energetika, elektrik texnikasi, elektr mexanika va elektr texnologiyalari, 22-35 yosh oralig'i, 1 yildan ortiq ish tajribasi, sudlanmagan bo'lishi kerak. Tanlov 4-7 aprel kunlari Samsung kemasozlik zavodi vakillari tomonidan o'tkaziladi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan dastlabki 40 nafar nomzod joriy yilning iyun oyida Koreyaga jo'nab ketadi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 2018-2023 yillarda aholi daromadining 16% migrantlar o'lishiga to'g'ri kelgan. Chet ellarda ishlayotgan yurtdoshlar har yili O'zbekistonga 12-15 milliard dollar jo'natadi. Prezidentning xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish jarayonlarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Qarorga ko'ra 2024-yil 1-noyabrdan xorij ish beruvchilar tomonidan taklif qilinayotgan ish o'rinlari haqidagi barcha ma'lumotlar Migratsiya agentligining elektron platformasi, oliy axborot vositasi va ijtimoiy tarmoqlarda ochiq e'lon qilib boriladi. Agentlikning elektron platformasida fuqarolarga o'zining rezyumesini shakllantirish va joylashtirish hamda e'lon qilingan ish o'rinlari bo'yicha tanlovlarda erkin ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Vaqtincha mehnat faoliyatiga chiqib ketayotgan fuqarolarga Migratsiya jamg'armasi hisobidan 10 million so'mgacha 2 yil muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Fuqarolarning xorijda ishga joylashishi va ichki vizaga oid hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha bepul konsalting xizmatlari ko'rsatiladi. 2024-yil 1-dekabrdan agentlik tomonidan ta'lim tashkilotlarida xorijga ishga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarni kasb, hunar va chet tillariga o'qitish bo'yicha buyurtmalar joylashtirish tartibi joriy etiladi. Shuningdek, xususiy bandlik agentliklari tomonidan litsenziya olish uchun zaxira qilinadigan mablag'lar miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 8500 barobardan 4000 barobargacha tushiriladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi.